2-iyul mamlakatimiz tarixidagi muhim sanalardan biri. O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi qabul qilingan kun. Davlat gerbi bu nafaqat rasmiy ramz, balki xalqimizning ko'p asrlik orzu intilishlari, milliy qadriyatlari, tinchlik va farovonlikka bo'lgan ishonchini o'zida mujassam etgan muqaddas timsoldir. 1992 yil 2-iyulda O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi to'g'risidagi qonuni qabul qilingan. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligining ramzi hisoblanadi. Bugun ushbu muqaddas ramzni katta-yu kichik birdek qadrlab, hurmat qiladi. Unda butun jonajon O'zbekistonimizning tom ma'nodagi asl tasvirini ko'ra olamiz. Gerbimizga har bir hamyurtimizning ehtiyotkorona munosabatda bo'lishi, ehtirom bilan munosabatda bo'lishi qonunchilik bilan belgilab qo'yilgan va bu jumladan ezgu qadriyatlarimizdan biriga ham aylanib ulgurgan. Agar gerbimizga nazar tashlasak, undagi so'l tomonidagi bug'doy boshoqlari, o'ng tomonidagi chanoqlari ochilib turgan paxta shoxlari, tog'lar, daryolar, zarrin nurlarni sochib turgan quyosh bu betakror vatanimizning maftunkorligiga o'ziga xos ishoradir. O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasining davlat gerbimizning tasviri prezidentimizning qarorgohlarida, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi binolarida, Senat binolarida, Vazirlar Mahkamasida, boshqaruv organlarida, Davlat xavfsizlik xizmati, sud, prokuratura organlari, konsullik muassasalari, diplomatik vakolatxonalar, shuningdek xalqaro tashkilotlar huzuridagi vakolatxonalarning binolarining old tomonlariga joylashtirilgan. Bugun har bir yurtimizda ulg'ayib kelayotgan yosh avlod davlat ramzlariga bo'lgan hurmat iftixorni maktabgacha ta'lim, maktabdanoq ularning ongi shuuriga singdirib boriladi. Chunki ulg'ayib kelayotgan avlodning o'zi tug'ilib o'sgan yurtga, taqdiriga daxldorlik, vatanparvarlik, fidoyilik, vatan uchun cheksiz faxr va iftixor tuyg'ularini mustahkamlashda aynan maktab yoshidan, bog'cha yoshidan amalga oshirish bu muhim omil hisoblanadi.